Hayot siklini buzilishiga, eri yo'qligi ta'sir qiladimi degan savollar dayetimga juda ham ko'p. Ajrashgan, turmushidan yo'g'ida ma'lum bir sabablarga ko'ra turmush o'rtog'i vafot etgan ayollardan keladi. Va bunga javob, agar ayollarimiz yosh bo'lsa va jinsiy hayotga talabi kuchli bo'lsa, ha, albatta ta'sir qilishi mumkin. Chunki jinsiy hayotga xohishi bo'la turib, lekin o'sha narsani ola olmasa, albatta ayollarni psixoemotsional holatida o'zgarishlar bo'ladi. Bu ayolga stress holatini olib kelishi mumkin va buning oqibatida gormonlar izdan chiqib ketishi mumkin va hayot sikli buziladi. Agar ayolda o'zi libido past bo'lib, jinsiy hayotga qiziqishi bo'lmasa, hech qanday ta'sir ham bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun agar siz turmushingizdan ajralgan bo'lsangiz yoki ma'lum bir sabablarga Alloh ko'rsatmasin turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, siz birinchi navbatda ginekolog yoki endokrinolog tekshiruvidan o'ting. Agar kerak bo'lsa psixolog ko'rigidan o'ting va siz ma'lum bir ginekologik kasalliklarni, shu jumladan keyinchalik onkologiyaga olib keladigan kasalliklarni oldini olgan bo'lasiz. Bu videoni albatta saqlab qo'ying va yaqinda turmushidan ajralgan dugonangizga yuborib qo'ying.